Harry Kane Ronaldo va Holandni ortda qoldirib rekord o'rnatdi. Harry Bavariyadagi gollari sonini 100 taga yetkazdi va bu orqali top 5 ligalar futbolchilari orasida bu marrani zabt etish uchun eng kam o'yin sarflagan futbolchiga aylandi. Yaqinda Holland Ronaldoning rekordini takrorlagandi. Ronaldo va Holland 100 talik marrani zabt etish uchun 105 o'yinda ishtirok etgan. Angliyalik super hujumchi esa 104 o'yinda bu natijani qayd etib, rekordni o'z nomiga rasmiylashtirdi. Harry Kane Bundesligada o'rtacha har bir o'yinda bittadan ko'proq gol uryapti va yana u Bundesligada belgilangan barcha 18 ta penaltini muvaffaqiyatli amalga oshirdi. U sovrinlarsiz o'tgan uzoq muddatli mavsumlardan keyin har qanday e'tirofga loyiq. Harryga keyingi o'yinlarda omad tilaymiz.